Uzdul HTML asas darsiga birinchi qism HTML haqida qisqacha tushuncha. Darslikning asos mazmuni birinchi HTML degani nima? HTML deganimiz tor betni tasvirlashda qo'llaniladigan bir xil til. U inglizcha Hypertext Markup Language, ya'ni darajadan tashqari belgi tili degan so'zning qisqartirilmasi bo'lib, HTML program tili bo'lmasdan balki bir xil belgi tili hisoblanadi. Belgi tili program tiliga qaraganda ko'p oson. HTML belgi xatkishlar orqali tor betni tasvirlaydi. Biz belgi xatkishlarni qisqartib xatkich deb ataymiz. HTML xatkichi yalan tirnoq ichiga orqali so'zni ko'rsatadi. Masalan, yalan tirnoq ichida HTML. HTML xatkichi ko'pincha burjuk bo'ladi, ya'ni yalan tirnoq ichida b bilan boshlangan bo'lsa, yalan tirnoq ichida yantu siziq b bilan oxirlashadi. Xatkichi buning birinchisi boshlanish xatkichi, ikkinchisi oxirlash xatkichi deb ataladi. HTML hujjati tor bet hujjati deb ataladigan bo'lib, HTML hujjati deganimiz kengaytirilgan nomi HTML yoki HTML bo'lgan hujjatni ko'rsatadi. HTML hujjati tor betga aniqlik beradi. U HTML xatkichi va yozuq uchuvi orqali aniqlik berishni ishga oshirdi. Tövəndə HTML hujjatidan bir amaliy misol ko'rib boqaylik. Mana bu bir oddiy HTML hujjati bo'lib, buning hujjat nomi HTML, kengaytirilgan nomi HTML. Qaraydigan bo'lsak, HTML da boshlanib, yalan tirnoq ichida yantusliq HTML oxirlashgan. Bosh qismi, badan qismi qatorliq buyruqlarmi mush holatda. Anki buniki title mavzu qismi, uzdul torimiz. Andan keyin bir dana ulanish uchurini betning mazmunini qo'ygan. Biz buni saqlab, unumini ko'rib boqaylik. Buni qaraydigan bo'lsak, HTML yurgizgandan keyin mushkul unum ko'rildi. Bu yerda uzdul torimiz deb chiqdi. Bu yerda bir uzdulning ulanish chiqdi. Biz bayam ko'rgan buyruqdan bir yan qismini qo'shib, uchini yangilaydigan bo'lsak,